3 yilga foizsiz hech qanaqa penalarsiz o'zini pulini bo'lib to'laydi. To'g'risi shunday ko'rishda har bir yigitni qanday menga nasib qilsin degan niyat bo'ladi. Hammamizga nasib qilsin bunaqa texnikalarimiz. 2 yillik motor, turbina motor hisoblanadi. Mana. O'sha to'g'ridan to'g'ri zavod orqali. Bu texnikalarimizning narxi to'g'ridan to'g'ri zavod narxi. Bu texnika qanaqadir servis, qanaqadir zapchast kerak bo'ladigan bo'lsa Toshkentga yugurib bormaslik uchun. Yo masalan bu narsaga imkoniyat bo'lmay qolishi mumkin. Shunaqa vaqtda hammasi bor. Xarid qilishlari mumkin. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Akalar videorolikka maksimal like bosib, mana bunaqa pul topar yoki mana bunaqa yo'l tanlamasga qiziqadigan tanishlarga jo'natamiz. Zo'r yangiliklar bo'lyapti kundan kunga. Inomarka narxlari qulamoqda. 4-5 yil oldin ana shunaqa inomarkalarni olish orzu. Endi bugungi kunda kelib shunaqa qulay takliflar borki, jaklarni 3 yilgacha rassroshka, ya'ni o'zini pulini bo'lib to'lashga chiqarib ketsa bo'ladi. Xo'p, qancha to'lov qilish kerak? Nech puldan chiqadi o'zi? Realniy rassroshkaga, ya'ni foiz penyas o'zining nomiga chiqarsa bo'ladimi? Avtosazon menejerdan to'liq ma'lumotlarni olamiz. Mana bunaqa yo'l tanlamas pikapga qiziqqanlar uchun ham to'liq ma'lumotlarni olamiz. Javob aka, assalomu alaykum yana bir bora. Sardorbek, akajon, hormat, tinchmisiz, charchamasdan. Obunachilar bilan so'rash oling, boshlaymiz. Bu modellar, ya'ni inomarkalar haqida ma'lumotni berib. Assalomu alaykum hurmatli Sardor Uz kanali kuzatuvchilari. Xudo xolasa bugun manfaatli video bo'ladi degan umiddamiz. Sababi yangiliklar juda ko'p va sayohat bugungi vaqtda hozir juda ham ko'p. Sezon, aynan. Sezon. Xohlaysa mana bunday mashinamiz, yo'l tanlamas mashinamiz bilan sezonga Mayorkaga chiqib kelsin, xohlasalar mana bemalol soqani qilaman degan akalarimiz uchun ham bemalol sayohatga chiqishsa bo'ladi. Qarang, mana bu pul toparda endi. Shu pul toparni 3 yilga rassroshkaga chiqarsa bo'ladi deb aytdik. Yolg'on bo'lib qolmadimi? Ma'lumot to'g'rimi? Ma'lumot to'g'ri. Faqatgina bilasizmi, bu yerda bitta narsa bor, Sardor. Boshlang'ich to'lovga qarab muddatlar belgilangan. Masalan, boshlaymiz. 30% boshlang'ich to'lovni qilishga demak, mashinani tan narxini 30% ni to'laganlar uchun. Umumiy narxini aytib ketamiz birinchi. 215 million 460 ming so'm. Mashinani tan narxi. Xo'p, shu mashinamiz 30% boshlang'ich to'lovni qilishsa, qolganini 1 yilga bo'lib to'lashga beradi. Demak, tushunishim bo'yicha aniq konkret ma'lumot berganimiz yaxshida, chunki aldov bo'lib qolmasin. Shunday. Kamroq puli borlarga kamroq muddatga bo'lib to'lashga beriladi. Ko'proq puli borlarga ko'proq muddatga. Misol uchun, yarmidan ham ko'prog'ini to'layman. Qancha muddatga qilib berasiz? Qarang, 50% to'lashsa 18 oyga, 40%, uzr, Xo'p. 50% to'lashsa 2 yilga, ya'ni 24 oyga bo'lib to'lashga beriladi. Agar 70% boshlang'ich to'lov qilishsa, 3 yilga foizsiz hech qanaqa penalarsiz o'zini pulini bo'lib to'laydi. Albatta. Zo'r takliflar. Javob kamerani olaman. Endi bu mashina necha mesda, qanaqa penislar bor? Birgalikda ko'rsatib o'tsak bo'ladi-ya? Bo'ldi. Xo'p, Sardorbek ko'pchilik biladi bu avtomobilimizni. Endi Javob aka, mashinani yuragi qiziq. Qanaqa motor turibdi? Qanaqa kafolat beriladi? Bitta ko'rsatib o'tamiz. Mavjudmi? Albatta, bu bo'yicha ma'lumot ham beramiz. Xo'p, 1.8 lik motor, sep motor hisoblanadi. ABS tizimlar bilan jihozlangan. Bu motorimiz bugungi kunda zapchastdan hech qanaqa muammo yo'q va bemalol o'zimiz sharoitda hozir ustalarimiz ham bemalol tushunadi. Xo'p, bundan tashqari bu motorimiz sep bo'lganligi hisobiga hech qanaqa masalan o'sha probyektda qanaqadir servislarni qilamiz degan narsa yo'q. Bir kunlikdan oshiqcha bemalol bo'lgan vaqtda bemalol o'sha sepni bir tekshirib, nazoratni o'tkazishlari mumkin. Ma'lumot uchun sepli motor deyilyapti. Cobalt-imizda ham sepli motor turibdi. Shuning uchun ham baquvvat anchagina. Xo'p, necha mesda endi Javob aka? Xo'p, o'rindiqlar soni 9 ta va ko'pchilik qiziqadi. Bu qanaqa kategoriya? Kategoriya albatta bu B. D kerak emas. Va konditsionerlar ham 2 ta. Qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Xo'sh, mashinamiz o'sha 20 tezlikdan oshgandan keyingina avtomatik eshiklar blok holatga tushadi. Xavfsizlik yuqori xullas. Da. И elektronika rul. Mexanik korobka. Mexanik korobka albatta. Konditsionerlar hech qanaqa muammo yo'q. Mana orqa tomonda. Zavoddan nilon kelgan ekan taglar, o'zi tayyor holatda keladi sizga. Shunda hozir orqada, eng orqada 3 ta, 2 ta bo'lyapti, shunaqa-ya. Alohida kapitanistliklar mana. 7 ta, 8 ta, shofyorlar 9 ta bo'ladi. Xo'p, undan tashqari bagaj qismini ham bitta qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Keyin oila uchun qanaqadir yuk bo'lsaman, sayohatga to'g'ri tirikchilik qilaman degan akalarimiz uchun albatta
olgan mijozimizni albatta yuklari ham bo'ladi. Va o'sha Keng yuklarni juda. bemalol joylashtirsak ham bo'ladi. Bularni hadovoyt haqida fikr qanaqa? Realniy mijozlarni. Endi mijozlarning fikrini aytib o'taman. To'g'risini aytaman. Endi bizda sotuvchimizda sarf. Agar shu texnikani kimdir xarid qilgan insonlar, yaqin insonlar bo'lsa, shulardan ma'lumot olganlar to'g'riroq beradi. Bu gapni menimcha ko'pchilik gapirmaydi. Nimagaki biza harakat qilamiz sotishga. Lekin bunday olib qarasangiz, hozir realniy ma'lumotni mijozlar beradi. To'g'ri, orqasi risor ko'rsatib o'tasiz. Lekin Sardor bu risor bo'lmasa ham bo'lmaydi. Baribir odam o'sha bo'lganligi, yuk bo'lganligi hisobiga bu risor tabiiy holat. Unaqa jostki emas. Lekin ozgina agar qanaqadir bir yoqmay qolsa, bemalol o'zlari ozgina o'sha nima deydi? Usulini qilib yumshatish Usulini mumkin. qilib olishsa bo'ladi. Lekin unaqa men bemalol aytib bilaman, 70-80% mijozda unaqa holat kuzatiladi. Xo'p, 1.8 li atmosferniy motor Albatta. yoqilg'i turini tanlamaydi. Yo'q. Nechta rasxod qiladi? Shahar ichida va dalnida. Realni rasxodi bu. 8 ta 10 ta rasxodi bor, realnisi. Birovlarga o'shanga 7 ta 6 ta deb o'tiramiz. Realni rasxodi shu. To'g'risini aytaman Sardor, bu mashinani ko'pchilik biladi. Qiziqganlar, xarid qilganlar o'zi yaxshi biladi. Oilaviy mashina. Pul topaman degan akalarimiz uchun zo'r. Gaz qo'ysak bo'ladimi? Metan yoki propan tushadimi o'zi? Propan ikkalasi ham tushadi. Atmosferni biz behuda aytmadik. Aynan gaz yaxshi tushganligi uchun ham bizning O'zbekiston sharoitiga mos bo'lganligi uchun ham bu mashina tanlangan. Eng asosiy yana bitta narsasi, bu avtomobilimizni mana bilasiz, o'zimizda Cobalt chiramaydi deymiz, ya'ni o'sha korroziyaga uchramaydi. Imенно Jack kompaniyasi metalliga e'tibor beradi. Bu kompaniyaning hech qaysi avtomobillari korroziyaga uchramaydi. Endi chiramaydigan narsaning o'zi yo'q. Qisman boshqa texnikalarga nisbatan qisman bu tomonlar ishlov berilgan. Zo'r shu taraflama, demak ancha Albatta. komfort. Xo'p, Xuddi demak shunday. pozitsiyasi bormi? Qanaqa Yo'q, pozitsiyalar bugungi bor? kunda faqat bir xil pozitsiyamiz bor. Jack Emoji bitta pozitsiyada. Sotuvda faqat bir xil, faqat ranglari bor. Oq, qora, metallika shunaqa ranglari mavjud. Narx qanaqa bo'ldi shunda? Yana bitta varianti bor, Sardorbek aytib o'tib ketaman. Van varianti bor, o'zi narigi tomonda ko'rsatib o'tamiz uni ham qisqacha. Bemalol yuk tashish uchun mo'ljallangan. Buni narxi 215 million 460 ming so'm. Bu avtomobilimiz van varianti bor, 199 million so'm chiqadi. Faqatgina lekin mana shu avtomobilimiz o'zida rasrochka bor. Van variantimizda o'zicha rasroch bor. Shuni o'zida Xuddi bo'lib shuni turadi, passajirniy variantda bo'lib turish bor, rasrochka bor. Xuddi shunday. Xullas qiziq bo'lsa telefon qiling, to'liq ma'lumot berasiz. Bemalol albatta bizga aloqa Javob aka, endi shunaqa savol bo'ladida, menda 90 million pul bor, 100 million pul bor yoki 150 million pul bor, qolgani nech puldan chiqadi degan savol hammada. Shuni hisoblab beramizmi? Albatta hisoblab beramiz. To'g'risini aytaman, o'zim yoqtirmaydigan bitta narsa bor. Ya'ni nimaga o'zim yoqtirmayman? Ko'pchilik hozir bilmadim, menga shunaqa tuyuladimi? Faqat bonus etabini so'raydi-da. Mayli, ularning haqqi bor. U hech kimning masalan anomisi yo'q. Bonuslarni aytib o'taman Sardorbek. Men bitta narsani aytaman faqat, aka, siz asosiy narsa mashina. Siz mashinani chiroyli qabul qiling, sifatli narsa qabul qiling va o'sha chiroyli xizmatingizni qilib bersin. Xo'p. Mashinamizning bonuslari aytib o'taman. Polik qo'yib beramiz. Tumanka beramiz. Torpeda chiqol. Va yana bitta rul chiqol qo'yib beramiz. Bonusiga bo'ladi bu. Da, bu bonus. Tushunarli. Qiziq bo'lsa telefon qilinglar, Javob akamiz to'liq ma'lumot berib o'tamiz. 7/24 xizmatlari kelganda yaxshi kutib olib, zo'r bonuslar taklif berish akamiz zimmasida bo'ladi. Yo'l tanlamas, pikap so'raganlar uchun. Yo'l tanlamas pikapimiz bor. Ko'pchilikka qiziq. To'g'risi shunday ko'rishda har bir yigitni qisqacha bo'lsa ham miyasidan o'tadi. Qani endi menga nasib qilsin degan niyat bo'ladi, hammamizga nasib qilsin bunaqa texnikalarimiz. Gavdasi baland juda ham. Albatta juda ham chiroyli, mana ko'rsatib o'tasiz. T9 pikap ekan bu. Da. Eng plyus tomoni mana shu eshigi qulasangiz, hattoki mana bunisi ham blokka tushadi, yechib bo'lmaydi. Shu tomonlari ham zo'r. Bu avtomobilning T8 ham bor, uni ham qisqacha ko'rsatib o'tamiz. Bugungi kunda yo'l tanlamas 4 ta baloni qo'shiladi, bemalol tortadi. Tog' zonalariga ham. Xullas bugungi kunda nomer 1 desak ham bo'ladi. Bunda ham orqada resor. Albatta. Keling, buni ham bitta motorini bitta ko'rsatib o'tamiz. Va o'sha asosiy salon komforti zo'r ekan, lekin juda ham ochiq bo'ldi. bo'ldi. Hozir uni ham qisqacha ma'lumotini berib o'taman. Qanaqa motor turibdi Jobir aka? Xo'p, 2 lik motor, turbina motor hisoblanadi. Mana. Ko'rsatib o'tasiz. Qanaqa atmosferniy turbina? Yo'q, turbina bu. Usulli motor. Ya'ni o'sha tog' zonalariga, yo'l tanlamas hududlarimizga aynan mo'ljallangan motor hisoblanadi. Xo'p, bu motorimiz albatta barcha funksiyalar, ya'ni o'sha ABS tizimlari jihozlangan.
va bemalol biza o'sha aytib bilamiz, aynan o'sha yo'l tanlamas yo'nalishda aynan talabga javob bera oladi. Balonlar ham shunga mosdan taqilgan. Albatta, balonlarni ham ko'rsatib o'tasiz. Xo'p, 360 kamera Parog zavodda shunda. Ha, hammasi zavod. Bunda hech narsa ortiqcha qo'yilmagan. Mana salonni ko'rsatasiz. Elektropaket, albatta koja, mana bu polni tarbiyada qismlar. Hozir bitta o'tirib ko'rsangiz, men u tomondan ham ko'rsatib o'taman. Bismillah, chiqish uchun qulay dastaklar. Nasib qilsa hammaga akalar. Zinla bu yog'i elektropaket. Asosiysi Sardor ancha baland. Baland ancha. Haqiqatan ham mana bundan foydalanamiz, ya'ni o'sha nimasidan. Xo'p, endi ko'rsatib o'tamiz. Luki bor albatta. Ochiladigan luk. Bu yerda polni o'sha climate control, avtomat funksiyalar bilan jihozlangan. Monitorimiz Android va bemalol bu monitordan mana bugungi kunda monitor nima vazifani bajarsa, bunda ham o'sha hammaning funksiyalari bor. Ya'ni Hamma narsa ulasa bo'ladi. Hammasini ulasa bo'ladi. Navigator bo'laymizmi? Xullas hammasini iloji bor. Anchagina 360 kamera asosiy narsa jihozlangan Sardor. Xo'p, torpedalar polni koja. Menimcha nima deydi, mana barlarni ham ko'rsatib o'tasiz, hattoki xaladellik. Xo'p, bunda xohlasangiz ikkita balonni qo'shib haydashingiz mumkin, xohlasangiz to'rttalasini ham. Barcha funksiyalar, bu yerda elektron ruchnik, avtohol funksiyasi, displey zaryadchiklarimiz hammasi jihozlangan. Xo'p, rul albatta multirul hisoblanadi. Mana kurs kontroli bor. Albatta. Menimcha anchagina baland. Zo'r boshli, nasib qilsa hammaga. Xo'p, so'raymiz buni narxlari qanaqa? Tartibda aytsa bo'ladi. Narxlariga keladigan bo'lsak, qanaqa bonuslar qilib beramiz, qanaqa chegirma qilib beramiz? Bu avtomobilimiz narxi 399 million. Bu avtomobil bugungi kunda sotuvda mavjud. Yuk ko'tarish sig'imi orqasida 800 kilo 1 tonna berilgan. Va xohlagan vaqtda biz bemalol o'zimizni o'sha ehtiyojlarimizga kerak bo'lgan yuklar bilan bemalol olib, tog' zonalariga masalan bemalol foydalanishimiz mumkin. Jobra kamroq puli borlarga qanaqa usullarni taklif qilasiz? Qanaqa usullarda chiqarib ketsa bo'ladi bugungi kunda bu avtomobilingizni hozircha kredit varianti xarid qilsa bo'ladi, o'sha boshlang'ich to'lovni qilib, qolganini kredit qilsa bo'ladi. Xudo xolasa yaqin kunlarda ham o'sha rassroshka variantlardan ochilib qolishi mumkin. Xo'p, qarang. Qulay shartda taklif qilinyapti. Mana jaklar ko'rsatilyapti, ikki xil varianti. Endi savol ikkilanish bo'lishi mumkin-da. Xarid qilsam rasmiy avtosalonmi, zapchast, servis qanaqa bo'ladi? O'rinli savol. Sardorbek, biz hozir salgina lokatsiyamizni o'zgartirdik, xabaringiz bor. Bu yog'i Kia salon, Moshin bozor, DM avtosalon va Jak salon salgina. Demak, o'sha Mashina bozor yonidagi Kia'ning yoniga ko'chib keldik shunda. Hozir qolgan texnikalarimizni ham ko'rsatib o'tamiz qisqacha va albatta biz rasmiy faoliyat olib boramiz, ya'ni o'sha to'g'ridan-to'g'ri zavod orqali. Bu texnikalarimizning narxi to'g'ridan-to'g'ri zavod narxi. Bu yerda masalan ustiga bir so'm qo'yib sotiladigan joyi yo'q. Hozir shunda Toshkentdan borib, Samarqanddan borib, Buxorodan borib xarid qilish foydasi yo'q. Hammasi bir xil. Aynan nimaga bizdan tanlashlari kerak? Bitta savol, o'rinli savol. Nima uchun? Biz aynan mana shu o'zimizning mijozlarimiz, ya'ni Qashqadaryo hududi, boshqa hudud bo'ladimi? O'zimiz mijozlarimiz uchun shu avtomobillarni o'sha zavod narxida sotamiz. Shtobi nimaga? Mijozlarga noqulaylik bo'lmasligi uchun. Masalan, aytib bo'lmaydi bu texnika. Qanaqadir servis, qanaqadir zapchast kerak bo'ladigan bo'lsa, Toshkentga yugurib bormaslik uchun. Yo masalan bu narsaga imkoniyat bo'lmay qolishi mumkin. Shunaqa vaqtda hammasi bor. Xarid qilishlari mumkin. Jobir aka bo'lmasa aniq lokatsiya hamda Viberdagi boshqa modellarni aytib o'tamiz va mana bu yerda qolgan texnikalarimiz ham bor. Ularni ham qisqacha ko'rsatib o'tamiz Sardor. Demak, har xil variantlar bor. Hali to'liq joylashmadik, lekin xudo xolasa pashta joylashib oldik. Jak Motors. Imенно Jak Motors hozirgi kunda Qarshi Osiyo bozorida joylashgan. Shunda rasmiy diler birinchi qo'l. Rasmiy diler birinchi qo'l, albatta. Mana Jak X8 pul toparlardan taxlab qo'yilgan. Xolasa mana pul toparma avtomobillarimiz bor. Sardorbek. Xo'p, bu ya van dedik, mana van varianti M3ni. Mana bu tomonda van varianti bor. Xuddi menda yopiq holatda bo'ladi. O'sha aytib o'tdik, narxi 199 million. Xuddi o'sha Damas'da singari, ha? Xuddi o'zi. Endi M3ni van varianti. Ko'pchilik so'raydi. Yukka moslashgan qolgan diskalar turibdi. Oddiy kalpak. Xullas mashinaning dizayni boshida o'sha narsa, faqatgina o'z-o'z farqlari bor. Mana shu zo'r. Demak, hammasidan bor. Hammasidan bor. Ayniqsa mana bugungi kunda talab juda ham ko'p. Mana shu gruzoviklarimiz, Jak X200 variantlarimiz. Xudo xolasa mashinalarni yig'ib qo'yganmiz, bemalol kimga qiziq bo'ladigan, kerak bo'ladigan bo'lsa, shu yerning o'zida bu texnikalarimizga rassroshkalar ochilgan. 13 oyga bo'lib to'lash, boshlang'ich to'lovi 50%.
Hozirgi narxi 248 ming, 640 ming so'm. 13 oyga bo'lib to'lashga chiqarib beramiz shunda. Albatta, 13 oyga bemalol bo'lib to'lashga chiqib ketadi. Hech Zo'r qanaqa bo'lgan. foiz pera qo'shilmagan holatda. Xo'p, o'zi misol uchun bank orqali xarid qilmoqchi bo'lsam, eng kami minimal qancha to'lov qilishimga to'g'ri keladi? Eng kami 25%. Tan narxi shunda, ha? Eng kam 25%, 25% dan boshlanadi, u yoqqa ketaveradi. Endi u yerda ozgina foizda bo'lib qolishi mumkin, qaysidir normativlar bo'lishi mumkin. Mana yo'lda ham ko'rsangiz jakli yuribdi mana. Mana jak, ha. Xizmat qilib yuribdi jak. Bu zavod holati shunda. Da. Заводской промтовар variant. Buni hozir xolodilnik qilsak bo'ladimi yo'qmi shuni hozir? Albatta bo'ladi. Hammasi Tegalda ham bo'ladi, bor, bemalol. Xolodilnik qilib foydalansa ham bo'ladi, hech qanaqa muammo. Xullas, jaklar o'zi sinovdan o'tdi. Albatta. Rasmiy avtosalon zapchastdan servisdan muammo bo'lmaydi. Yo'q. O'zi realniy hamma zapchastlari bor, ha, Jobir aka. Bor. Sardorbek to'g'risi zapchast bo'yicha ham mana bemalol shug'ullanamiz. Mana yana bitta jakimiz o'tyapti. Sizga isboti. Gap yo'q. Xizmatga yurishdi. Mana. Ancha ko'paydi bu texnikalarimiz. Sababi xizmat qilyapti, pul topyapti. Ya'ni o'sha o'zbekimizni nima deydi, yukini yengil, 1 so'mni 2 so'm qilishga mana shu texnikalarimiz ozgina bo'lsa ham hissasini qo'shayotganimizda xursand bo'lamiz. Bu Jak X200 ga nechta tonnali yuk ortsa bo'ladi o'zi realniy? Umumiy olib qarasak salkam 2 tonna sardor. Ot kuchi 147 va to'g'risini aytaman, endi mumkin emas bu narsani gapirish, lekin joylari u xalqimiz endi bilasiz. Bizlar 1 tonna desa 2 tonna bosishadi, 2 tonna desa 4 tonna bosishadi. 3,5 tonnagacha bosyapti-yu, lekin asl normativ bo'yicha o'zi salkam 2 tonna. Shuni biror kim bir mijozni realniy topib, yuklarni ortib ko'rsatsak bo'ladimi xalqimizga? Shunday qilsak yaxshi bo'ladi. Xudo xolasa niyat qilib turibmiz. Agar sizni vaqtingiz bo'ladigan bo'lsa, keyingi videoni Sardorbek xuddi shunday aynan yuk jarayoni, bosish jarayonidan bitta ko'rsatsak-da, O'sha klient o'zidan so'raymiz. Qancha ortib ko'rgan, ha? Hech qanaqa yashirmagan holatda kamchilik bo'lsa kamchiligi bor. Kamchilik bo'lmasa haqiqatan ham plyus tomonlari bor, minus tomonlari bor deb kontakt almashib olsak, menimcha maqsadga muvofiq bo'ladi-da. Qaranglar, xullas, Jakning rasmiy dilerlik markazi Qarshi shahrida, mana bu yoqda Kia avtosalon. Bundan keyin o'zi mashina bozori bilan ko'rinib ham turibdi, qaranglar. Jobir aka, bu yakshanba kuni ham ishlaymizmi? Ko'playinda yakshanba kuni keladi-da. Albatta, yakshanba kuni ham ish faoliyatimiz bor. Albatta, o'sha aytganimizdek haftaga 7 kun bo'lsa, bemalol 7 kunda ish faoliyatimiz bor. Xullas kelishadi, istalgan modelni chiroyli qilib tushuntirishadi. Albatta. Test drive desa qilib beramizmi? Imkoniyat qilib beramizmi? Albatta qilib beramiz va boyagi T9 dedik, Sardorbek, mana T8 variantimiz ham shu yerda tayyor turibdi. Ha, shu pikapni? Ha, pikapni. Endi bu nima ya? Bu farqi mexanikali, bilasiz. Hozir farqi faqat mexanika Mexanikasida va gabarit jihatdan ozgina kichikroq. Arzonroq hamdir endi hozirroq. Ha, 399 million narigi mashinamiz, bu 314 million. Ha, arzonroq ekan, gap puli. Ha, arzonroq. Bu ham polni privet, ha? Da, Motor 4 ikki. turtadi, 2 lik motor, albatta. Bir xil motor. Bir xil motor. Lekin o'sha nima deydi? Xullas, usulini qilish jihatdan usulini qilingan, sabab ot kuchi ham ko'proq. 211 ot kuchi. Tushunarli. Jobir aka, past telefon raqamini qo'yib qo'yamiz. Kimga Albatta. qanaqa model qiziq bo'lsa, qanaqa savollar bo'lsa, bu yoqqa telefonda bo'lasiz. Bemalol. Kelganda kutib olish, zo'r bo'lsa taxlab berish sizni zimmangizda bo'ladi. Sardorbek, sizga ham katta rahmat. To'g'risi video davomida hozir 4 ta 5 ta mahsulot bo'yicha ma'lumot berdik. Menimcha 100% ma'lumot bo'lmadi, lekin aniqroqqa chiqsa, qo'ldan kelgancha biz to'liq ma'lumotni berib o'tamiz. Va qaysidir texnikamiz ma'qul keladigan bo'lsa, xudo xolasa shu yerning o'zidan to'g'ridan-to'g'ri chiqarib beraveramiz. Mana. Jak Motorsda hammani kutib qolamiz. Jobir aka, ma'lumotlar uchun rahmat. Salomat. Hammamizga mana shunaqa pul topar texnikalar nasib qilsin deymiz. Videoni pul topar texnika haydaydigan yoki olmoqchi bo'lgan tanishlar bo'lsa, jo'natib qo'yamiz. Pastda raqamga telefon qilamiz.